Mioma va kista hosil qilish mifi. Ayollar hozir ko'p lazer protsedurasi tuklarni olishda, soch tuklarini olishda boradi. Keyinchalik mioma yoki kista aniqlansa agar, aybdor lazer deydi. Chunki u shunchaki tekshiruvdan o'tmaganda lazer protsedurasini olgan. Lazer protsedurasini olmoqchimisiz? Boring ginekologga tekshirtiring o'zingizni. Agar kasallik chiqmasa, keyin lazer protsedurasi oling. Lazer va kista mioma muammolari umuman bog'liqlik joyi yo'q va isbotlangan dalillar yo'q. Lazer biron saraton yoki kista mioma hosil qiladigan, ziyon yetkazadigan organizmga nur ekanligi haqida. Shunday muammolarga uchramaslik uchun lazer protsedurasini olishdan oldin shifokorga boring, lazer protsedurasi haqida to'liq ma'lumot oling, ko'rikdan o'ting va aynan sizga mos bo'ladigan muolajani tanlang. Lazer protsedurasi haqida to'liq ma'lumot olish uchun bizga obuna bo'ling va izohlarda lazer so'zini yozib qoldiring.